Qara Uyg'urlar 11-bölüm. Elyar Atuş yaqindan buyon bekli ruhluq ko'rinadigan bo'lib qoldi. Yillardan buyon chiroyidan kulki asrni ko'gil bo'lmaydigan bo'lib qolgan bu bestik yigit mush kunlarda qandaqdir bir ruhlantirish to'g'risi olgandekli ko'rinadi. İstanbulning issiqida odam qaynab turadigan ko'chalarga chiqqisi kelmaydigan bo'lib qolgan bu dapman yigit mana endi taladan kirmaydigan bo'lib qolgan edi. Hayatning naqadar ma'nisiz va adolatsizligidan cheksiz ichib pushib yurgan kunlarning birida o'zining 30 yillik yaqin do'sti Murat uni izlab keldi. Va hech sir saqlamaydigan bu do'stiga o'zining Uyg'ur fidoyilar atritiga qatnashganligini hayajon bilan so'zlab berdi. Shundaqla atrat mas'uliga Elyarni tanishtirganligini aytdi. Can dostum, işte yaşap zeriktim bu hayattan. Urug' tuqqanlarimni tirik yutib etgan Iplas Xitoydan 3 ilishnoqli g'amida juratdim. Bu fursat oxir keldi. Va sen dostumni o'yladim. Mana endi lagerda nahaq o'ltirilgan bir qo'saq ining va Navri akangning intiqomini oladigan fursat keldi, dedi Murat hayajonli ovozda. Qo'ya adash. O fidoyilar atriti deganingni bizning qo'saqboqda haromzoda da'vogarchilar qurgan bo'lsa, shu qadar ruhlanib ketganingga hayronman. Mushu latlarning qo'lidan nemish kelar? Yana bir maydon nayrangozlik o'yini xolos mencha. Xatolashding og'inam. Bu qatam ahvol boshqacha. Qaraganda sen Afrikada bo'lgan yig'ilishdan bexabar o'xshaysan. Dastlab menmu sendek o'ylagan. Ammo atrat mas'ullar bilan ko'rishgandan keyin bu qatam ahvolning rostilla boshqacha ekanligini bildim va sana keldim. Murat yarım soatlik ahvol tunishtirgandan keyin Elyar asta-asta jonlangandek bo'ldi. Va "Rasma?" deb o'rnidan turib ketdi. Albatta rost. Menda mi gumonlamsan? Kulimsirdi Murat. Elyar birdilla o'rnidan das turib, Muratni 50 yil ko'rmagandek qattiq quchoqladi va o'ngrab yig'lab ketdi. Türkiye mushu yillarda bara-bara Xitoy purab qilishga boshlagandek qiladi. Azaldan Xitoylarning soyasini ko'rgil bo'lmaydigan Xitoyning tarixiy dushmani sanalgan bu go'zal davlatda mana amdilikda odam beshini ko'tirsila inganch siz Xitoylarni hamma yerda ko'rgil bo'ladigan holat shakllangan edi. İstanbulning beshi bo'lgan heliq sharafsiz, hatta dünya bo'yicha eng go'zal bu shaharning ko'cha ismlarini Xitoycha yozib, Xitoyning po'qiga milinib yashaydigan razil holatni shakllantirishga tirishgan edi. O'zini yangi sulton sanaydigan heliq Abgamo pulning dini yo'q, pulning millati yo'q. Xitoy pul bersa orqamni qilib berishga roziman degandek Iplas so'zlarni og'zidan chiqara olgan edi. Og'zidan iymonni tushirmaydigan bu davzixilar islomning sha'niga dog' selib qolmay, o'z qarindoshlarini oshkora qirayotgan ashaddiy dushmanini yo'tqiniga chillamoqda edi. Shunlashqami inson siyaqi yo'q Iplas Xitoylar asta-asta Turkiyaning iqtisodiy jon tomirini egallashga boshlagandek qiladi. Nagila qarsang Çin milli, nagila qarsang Çin mablag' solgan projektlar. Hatta Türkning qon tomiriga urilayotgan Xitoy virusiga qarshi vaksinami Xitoyning. Türk xalqi bu ishdan qattiq norozi bo'lsa-mu, diktatorlarning bisimiga qarshi ilojisiz. Bu yerni o'z vatani sanaydigan Uyg'urlar bo'lsa, texmo ruhi tushkun holatda.
Ahval muşu yo'sinda davom qilsa, pulga oshiq turklarning yana bir qatam Xitoyning yumshoq ipaklari va tatliq so'zlariga aldanib, o'z vatanini Xitoyga munqariz qilib berishi aniqlaydi. Harakat zamoni keldi. Fidoyilar atriti boshlig'i Qara Uyg'urlardan bo'lgan Yunus apandim Elyar Atush va Muratlarni mashinasiga silib, İstanbul atrofidagi bir yerga elib keldi. Ular qo'yuq bir o'rmonlikdan o'tgandan keyin tog' bag'riga ketadigan bir yo'l bo'yiga kelganda mashinadan tushdi. Mush yerda biroz aram olayli, deb kuldi Yunusbek ikkalanga qarab. Uning Uyg'ur tilida shu qadar ravon so'zlishi Elyarni hozirgacha hayron qoldiradi. Sal ishonchsiz ko'rinasiz-ku, birodar, deb kuldi Yunusbek Elyarga qarab. Men bu sizning otishdan juma, menga o'z tuqqaningizdek muomala qiling. Uchaylan paraqqida kulishdi. Endi av döngü chiqib, sizlarga boya deganimdek dron bilan kuzatish ilib boramiz, dedi Yunusbek. Otishliqom, bu dron deganingiz eliqiningdek bolalar o'ynaydigan o'yinchoq tik ucharmi? Kulib so'radi Elyar. Shundoq. Ammo ular o'ynaydigan aeroplandan sal cho'ngaroq. Hozir ko'rasiz, dedi Yunusbek ve maşininin arkasından bir çamadanını aldı. Üçeylen Yunusbek kösetken döngü çıktı. Alhazel 1-2 kilometre jiraklıkta İgiz tamlar bilen oralgan yoğandan yoğan bir zavutdek kuruluşunu körgülü boladı. Yunusbek çamdanını içip putjuydigan javurchilik çoğunluktaki bir dronның baş gövdesini çıkardı ve kanatlarını bekitdi. Bir ko'rib baqayli. Xitoyning bu yerda nimaları barkin, deb kuldi u dronning kontrolini qo'lga elib. Dron osmonga ko'tarildi va haliqi zavod chiroy qurilish tarafga uchdi va nishon ustida taxminan 2000 metrdek egizlikda to'xtadi. Uning shu qadar egizdan naq maydon ko'rsatgan ko'rinishi Yunusbekning qo'lidagi kontrolning iPad'ning ekranidek bir ekranda şu kadar süzük görünüp turadi. Yunusbek ko'rinishlarni zoom qilib, inchga ko'rishga tirishadi. Elyar bilan Muratmo butun diqqati bilan ekranga qaraydi. Nima degan cho'ng doira bu? Liq-liq Xitoy mili bilan to'libdi. Konteynerlarning hammasida Xitoy xat, dedi Murat öz-özüge so'zlaganda qilib. Bu konteynerning ustida doğru degan Xitoy xat turdi. Xitoylarning saxta doğruları Türkiye'ni mi bastımı nima? Dedi Elyar ikkalanga qarab. Saxta doğrulam emas, zaharlik buyumlarning mı bo'lishi cho'qim. Bo'lmasa Türk xalqi bu kadar xomush holatga kelib qolamdi, dedi Yunusbek ig'ir xo'rsinib. Konteyner baskan mashinalarning oyoq uzilmaydi ekan. Bu yer Xitoyning cho'ng mol omborlaridan biri ekan-da. Shundoq. Xitoyni yo'g'on so'zlatgan uning puli. Shunga Xitoyga zarba berishning muhim yo'llaridan biri uning iqtisodiga zarba berish bo'lishi kerak. Bu orqali biz yana Türk qarindoshlarimizni behuda zaharlanishdan saqlab qolgan bo'lamiz, dedi Yunusbek. Demek ki biz bu yerini köydürmüz, şundaq-mı? Taqatsizlik bilen so'rdi Elyar. Shundaq. Bu yerlar emas. Mushu vaqtning o'zida zarbirdarlarimiz mushundaq mol ombirdan eng az 10'ning payida. Qisqa vaqt ichida Xitoyning og'zini qanatamiz, dedi Yunusbek. Qachon qilamiz bu ishni? Taqozolik bilan so'rdi Elyar. Aldırma atışlıqom, deb kuldi Yunusbek. Sen qachon qilsak bo'lar? Bugun qilayli bu ishni. Bo'lmasa uyqum kelmaydi mening, dedi Murat keskin oldi.
Ben şunu demekçidim. Erteki koysak təmi qalmaydı bu işten, dedi Eliyar ulapla. Şundaq deydiğinlarını bilettim, dep küldü Yunus bek. Mağa koyup etse hazırlı besip bağım ba. Ama sel sevir kılaydı. Bu işni bugün yoki etip bitirimiz. Muhimi işni salmaklık bilen kılışta. Ular döngülükte bu ambarni taxminen 1 saatdek gözetti. Kimler kirip çıkıp atıdı? Qaravullarning soni qancha? Tadbirlari qandaq? Yo'l ahvoli degandeklarni inchik gözetti. Yunus bek yanchqudan kichikkina bir xotir daftarini ilib, bir nimalarni yezib oldi va dronni asta-asta o'ziga yaqinlashtirib, asli peti bo'yicha chiroyli qilib chamdonga o'rlashtirdi va ishkaylarni ilib mashinaga chiqdi. Ular o'zlari kelgan yo'ldan shaharga qaytishdi. Davomi bor.